Akanga alaysan, dadanga alaygan okşaş. Çanım çanmıdan. Şimdi. Kudret. Bu dünyada elindaştaki yakın adam yok. Ukam, sen mi kelganmisan, yaxshimi ukam? Yaxshi akajon, yaxshimi? Yaxshi. Jura, dadamga qishi kiraylik. Yangi mashina almashdingmi? Ha, almashtirdim ukam. Hey acha, oldin qayda uydan birini sotib olding. Endi yangi mashina almashtiribsa, eringga faqat ishing og'rimi deyasini? Xo'sh, ukam, ishtiganda shu uy almashtirganga, mashina almashtirganga pul toparmikan deymiz, nima qiladi ne? Xo'sh da. Sen nimacha oralashaversin mening uyimning ishiga. Yili uni deb baqad ekansan, yili buni deb baqad ekansan. To'a, mening gapim sana tegmagan bo'lsa, dadam bilan deyishaylik. Voy, kimga desang degina? Acha, xo'sh da. To'y, naymonda? Çoğuşuk bir geldi. Oltonga tiqib, mevzuslar mana. Nima bu? Kalkışıyor ki. Parvona qaqchiyi. 7 xil qaqni soat qantib hech qanday ximiylik modda yo'q dedi. Saat. Ha? Katta. Hı? Ya erkekler beni. Ay mağa mı? Pulonga gelip sen olmam da. Bu ne be? Sonum benden tanış. Çek ama ha. Dadam dayım ben. Allah. Balam nim bo'ldi ya? Bunimda chiroyingni po'qchira yo'q ketdi. Men acham bir gap qo'ya dada. Oldin qayda xayron va uyni almashtirdi. Endi 2-3 kun bo'lib bo'g'ich yana mashina almashtiribdi. Nima degan isrofxo'rlik bu? Nima degan buzib chiqqanlik pulni? Pulni yan boshqa ishlatadigan yerlar yo'qmi? Gap qila achamga. Men qarang balam. Men sizga bir gap qilay. Siz tug'ilgan vaqtida ko'zingizni ochgan chaqda, siz aqlingizni topgan chaqda sizning onangiz yo'qdi. Kim sizga ham ona, ham och bo'lib cho'ng qildi balam. Ochingiz a? Men qarang balam. Och degan onangizdan keyin qolsa siz uchun ona. Aqlingizni topolmay yo'ldan ezib qolsangiz siz uchun maslahatchi bo'la oladigan ham ochingiz. Yo'lni xato minib qolib qolsangiz yo'lingizni to'g'rilab turadigan ochingiz. Aqlingizdan adashib qolgan chaqda maslahat soladigan ochingiz. Sizning atrofingizda do'stlaringiz, yana birlaringiz sizning faqat xatolashingizni, yomon yo'lga menishingizni, har qanday ishda natija qozishingizni bir-biridan xolamaydigan odamlar. Ochingiz bo'lib qolib qolsa, siz xatolatsangiz, yo'lingizni to'sadigan, to'g'ri yo'lga mangsangiz sizni qo'llaydigan, natija qozonsangiz, mening singlim deb ko'kirkin kelib, butun xalq olamga jakalayadigan inson. Shuning uchun balam, ochingiz mashina olamdi, uy olamdi, siz uningdan xursand bo'lsangiz kerak. Har kun ochingizni yomon qilib, ishingizni qo'to qilib, ochingizni ko'ramasangiz, ochingiz mayishlanib qoladi. Ochingizning ochiq kelib qolsa, onangizning qo'lidek bir haqiqatim başlarınızga, yüzlerinizga testek uralagan chaqda, mana bu ocha ham ona bo'la olaydir sizga. Cho'qim balam, ochingizni gapini bizdan keyin qolsaqmi? Va alayki mendan keyin qolsangizmi? Onamning so'zi, ochamning so'zi, mening to'g'rimda eqiyotgan qinimdek mehribon ham man kuyindigan, ochiqimi bor, tatliqimi bor mehribon inson bu deb tushunarsiz balam. Onangizning ochingizga haqiqiy bir singil, haqiqiy yurak kuyar bir inson bo'lgan bo'lasiz balam. Mush ishingizni chiq bo'lsin. Kim o kira? Mağa. Olmayma saçım mağa. Başkanım bo'ldi endi. Ya dadam bana su kirsem evaldi kullandı. Su ilivasın bo'pti. Bu sening nima? Akam. Akan su ilivasın bo'pti. Hey! Senin bütün cedellerini ağrıydıgan, xatsan muşkütese, bu kalkan bu tosap birdigan, akan mı akan emasmi? Akam. Qara, esini çık tut balam. Bizden keyin qalsa hem sana dada. Öyünün çoğu degen hem dadı boludu, hem sana atı boludu. Akı yolluk, dadı yolluk deydi o çoğu qaldı. Çandın mı? Ha? Suyun işçi vasıtın boptu. Ki yana asan bulmamda birine. Sen ezip qalgan vaqtında senin yolunu to'g'rilab birdigan. Sen haq bilan so'qatsan, dadı deb tilpon qilmay, akam meni bozak qildi deb necha qitim tilpon qilpaqmading. Akam ko'krak kirib chiqib, mening inimni nima ish bozak qilsa deb oldingni to'sab baqdim, haqni to'sab baqmadi. To'sab baktı. To'sab baqdimi? Akam uchun bir tal suv ilib ishchi oldi deb akam bilan chiqishamaymi shakirdingmi? Ha şu bu. Men qara balam, esingni chin tut. Biz ata-onalar nimadan xush bo'lamiz-da? Uyning cho'ngi o'g'alib qolsa,
Atıdan keyin qapqaz şu o'g'il shu uyga ham aka ham ota bo'ladi. Agarda uyning cho'ngi qiz bo'lib qolib qolsa, ota-onadan keyin qolsa, u sana ham ona ham og'achdagi rolni o'ynaydi. Mana bu chaqda sen hech qanday ishdan ansirmaysan. Ko'z yumgan ota-onanimi mening nimam bor? Aqlli bir o'g'lim bor, aqlli bir qizim bor. Men inillardan xotirjam, sinirlardan xotirjam. Men ketib qolsammi, ular xuddi men bordikidek ham ona ham dadaning rolini o'ynaydi, dalalaydi. Tushundingmi? Ha? Akangni hurmat qilishni, akangni izzat qilishni, akangni oldin mundoq qilib qapoq turishni hargiz yo'qot. Akangga alaysan, dadangga alayganga o'xshash. Tushundingmi, tushunmading? Tushundim. Hattoki balam, esingda chin tut. Akangning ba'zida yo'lan xatolashib qolgan vaqtida bir ishki testak urib o'tishmi ko'p bor. O'tira. Men qaranglar balalarım. Hozir mishad otsingil, akfuqlar. Bir qarindosh bir qo'saqdan tushganda o'tiribsizlar. Qarindosh degan bir qarindi yotgan. Qondosh, yo'ldosh, safardosh. Mangu bir-birining jafosidan boshqa bo'lamaydigan degan ma'noni bildirdi. Bir-birini hurmat qilib o'tsanglar, ota-onaning ko'z yumulsimi, ko'zi keyinlik ketmaydi. Ota-onaning xo'shalliqi qarindoshlarning ittifoqligi. Hargiz qarindoshlar bir-birini dushman bo'lsanglar bo'lmaydi. Az kundan keyin sizlarni balliq bo'lib, dada bo'lganda, qizlar ona bo'lgan chaqda mening mushi gapim dal sizlarningki esinglarga keldi. Bir oilada cho'ng-cho'qim bo'lish kerak. Kichik cho'qim, kichikchi bo'lish kerak. Hargiz birini ko'tarib, birini tushirish kerak bo'lmaydi. Cho'nglashqa ittifoq inoq o'tishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ma sanal bilan fuqanlar sizlar ishkingni pastga tushib turinglar balam, ajanglar, akanglar gapim bor. Men sizlarga bir nasihat qilay balam. Biringlar acha, biringlar ina. Demak, och cho'ng bo'lgandan keyin acha uyda onaning rolini o'ynaydi. O'g'il cho'ng bo'lib qolib qolsa, o'g'il dadaning rolini o'ynaydi. Men ininglarning, singlarning oldida hatto sizlarni ursin bo'ladi deyishimlik sabab, hargiz sizlar ularni urib, ularni tuvan ko'ringlar deganim emas. Allohning oldida ishinglarning xato qilgani rost hozir. Ammo xato qilgan bo'lsanglarmi, men sizlarning to'g'ri qilishimlik sabab ininglar bilan singlarni tuvan ko'rganlikim emas. Lekin ularning oldida ishinglarni ko'tarishim, men ishinglarni birsinglarni ona, birsinglarni dadaning o'rniga ko'rsin deb ishinglarni ularning oldida ko'targanlikim rost. Bu dunyoda qarindoshdek yaqin odam yo'q. Ininglarning oldida ishinglarni tushasam, o chaqda ishking to'xta. Men dadamga akilsam, akam bilan achamni dadam mushnaq qilgan, anda qilgan deb Allah xato tushgan jo'q qas bo'lmaydi. Ularni xo'rkun o'stirib qo'ysam, bizniki qilib qolgan chaqda sizlarning ko'z qilmaydigan o'ttirdi qarindoshlarning o'ttirga sizni ders olgan bo'lib qolsa. Sizlar bizdan keyin qolsanglarmi, qarindoshlaringlarga xuddi biz kuyanganda ko'ynadigan holatda sizlar ham ittifoq, ham izchil, ham rostchil birsinglarni dadaning o'rnida hurmat qiladigan, birsinglarni onaning o'rnida hurmat qiladigan bo'la olaysizlar. Shu chaqda biz xotirjam bo'lamiz. Tushundingmi balam? Ha? Cho'qim yo'l qo'yishni, ko'nishni bilinglar. Bizning elayotganimiz hargiz har kimning oilasiga baho bering deb biz film ishlatamiz. Ota-onalar to'g'ri ko'z qarashda bolalarni boshqara olsa, to'g'ri vaqtda, to'g'ri uslubda nasihat qila olsa, inini qartib turib, mening tavsiyam oilada hargiz cho'nglarni kichiklarga, kichiklarning cho'nglarni o'rtog'iga qo'yib turib, bir-biriga haqorat qilib boshqarmasa, to'g'ri uslubda bolalarga to'g'ri nasihat qilib, qarindosh mehr muhabbatini tekin berib mujassamlashtirib tursak, nihoyat yaxshi bo'ldi. Shunlashqa bizning filmimizni ko'rgan har qanday bir oila boshliqlarining ko'rgich taqdib, dendan obdan qilib bola boshqarishni bizning azroq bir asos silinib qolgan bo'lsa-mu ajab emas. Dadam oddiy bir inson, ko'p jafo tortgan.